Salom hammaga, CapCut bo'yicha bu 4-darsimizni davom ettiramiz. Sizlar bilan bugun retushdan boshlab yana vaqtimiz yetgungacha tanishtirib o'taman. Mana retushga kirsanglar, bu yerda qaranglar, litsoda yuzni sразу oladi. Qaranglar, bu yerda retush qilasizlar, retush bersanglar bo'ladi, formani izminch qilsanglar bo'ladi, makiyaj bersanglar bo'ladi, вручную yoki o'zingizlar to'g'rilab chiqsanglar bo'ladi hammasini. Bularni hammasini kirib albatta ishlatib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Keyin telo degani bor. Bu retush ichida teloda ham xuddi shunaqa yelkani, qo'lni, oyoqni to'g'rilasa bo'ladi. Shu semizlikni ozgina ketkizsa bo'ladi. Mana bundoq qilsanglar mana kichrayadi, mana ko'ryapsizlarmi? Lekin slishkom ko'p qilaversanglar bo'lmaydi mana bunda. Sheyalar ketyapti. Bu yerda masalan mana telo, umumiy teloni bosib bundoq qisqartirsanglar mana kichkinaroq bo'ladi. Lekin iloji boricha ko'p qilavermanglar, chunki ko'p qilaversanglar bilinib qoladi videolarda. O'shaning uchun kerak emas ko'p qilish. Mana bu yerda вручную qilish uchun mana o'zingizlar tanlab olasizlar. Qayerdan qayerga chiqayotganinglarni o'zingizlar bundan вручную tanlab olasizlar. Mana yoki mana bu qaysi qismni qilmoqchi bo'lsangiz shu yerga olib borasizlar. Mana kengaytirasizlar. Qayerdan qayergacha qilmoqchisiz. Yoki общийdan kengaytirsangiz bo'ladi yoki mana bundan kengaytirsangiz, uzun qilsangiz bo'ladi. Qayergacha hududda egallasin. Mana shu hududda o'zini qilyapti, qaranglar mana. Agar buni kengaytirsanglar, mana hududda kattaroq hududda oladi. Mana shunaqa. Hop. Kerak emas, hammasini olib tashlaymiz. Bu yerda волосы degani bor, mana qarang. Bu yerda rang bersangiz bo'ladi. Bu stilni qo'yib bo'lmaydi, deyapti, qarang. Настроить. Bu yerda уже anaqa so'raydi. Yozasiz длинный прическу yoki след короткую deb yozasiz, keyin anaqa qilasiz. Mana bu yerda aytadi, effekt на данный момент можно применять только изображение. Изображениyaga faqat принимать qilsa bo'lar ekan buni. Ya'ni videolarga ishlata olmaysiz. Faqat rasmlaringizni to'g'rilashda ishlatsangiz bo'ladi. Hop, keyingisi качество video. Качество videoni bu yerda to'g'rilab chiqsanglar bo'ladi. Bular hammasi proversiyada ishlaydi. Общий улучшить qilvarsanglar, общий улучшить qilib beradi. Mana 7-8% qilib sekin-sekin to'ladi. Agar bu funksiya ishlamasa qizlar, VPN yoqib olinglar. VPN yoqsanglar обязательно ishlaydi. Ko'p funksiyalar o'zi VPN da ishlaydi. Общее качество video o'chirdik hozir biz, lekin qilsanglar bo'ladi. VPN yoqsanglar обязательно ishlaydi. Удалить фон, qaranglar qizlar, удалить фон bizga nimaga kerak? Ko'pincha videolarimizda удалить фон ishlatamiz biz. Avtoudalение qilsangiz mana masalan mana shu videoni kopировать qildik mana. Sizlarga одновременно ko'rsatib ketaman hozir. Qani bizdan kopировать hozir. Mana sozdать kopiya qildik. Buni pastga наложениyaga tushirdik. Mana qaranglar. Endi pastdagina nimasini удалить qilamiz, fonini удалить qilamiz. Удалить fon qilib turib, mana avtoudalение qilib beramiz. Bu полный fonni удалить qilib beradi. Biz anaqa как nimadir sharpaga o'xshagan videolar yasashda ishlatamiz ko'proq. Keyin masalan bitta videoda ikkita odamni gapirtirmoqchi bo'lsanglar, ishlatsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga yana ham tushunarliroq bo'ladi. Hozir to'liq bo'lsin ko'rsatib beraman. Biz bu funksiyasidan juda har xil nima yo'nalishlarda foydalanamiz. Masalan, foodblogerlar foydalansa bo'ladi yoki nima qanaqadir mahsulot bilan ishlaydiganlar foydalansa bo'ladi. Удалить qilib qaranglar, ikkinchisini ustiga bosib turib, bundoq qilsangiz mana bu odam o'zi ajraladi. Kir yuvish vositalarining eng trenddagisi blogerlarimiz e'tirofidagi siz xohlagan turdagi oqartiruvchi va tozalovchi vositalar. Ko'rdingizmi, mana ikkiga ajralib qoladi. Mana masalan bunda qo'yib turib, agar buni mana skleyka qilib yuborsak, qaranglar mana. Biz mana shuni ko'proq ishlatamiz. Mana как sharpaga o'xshatib qo'yadi mana. Ko'rdinglarmi? Ana orqada xuddi mana sharpa gapirayotgandek ko'rinish berib turadi. Mana ikkita yoniga qilib qo'ysanglar ham qiziq chiqadi, kopiya qilib.
Sizlarga просто ko'rsatish uchun qilib berdim bu narsani. Mana buni ham ishlatsanglar bo'ladi. Mana bunda ham xuddi shunaqa sharpaga o'xshab turadi yoki orqasi kimda qo'yib qo'ysanglar sharpaga o'xshab turadi yoki mana birinchisinda surib to'g'rilab qo'ysanglar, xullas mana shunaqa narsalar uchun ishlatamiz bu funksiyasini qizlar. Xo'p, qaytaramiz orqaga. Kerak emas bizga bular. Xo'p, ketdik endi. Udalение fonni yana ko'p narsalarga ishlatsak bo'ladi. Hozircha shuni bilib olsanglar bo'ldi. Yana dalisha hali bepul darslarimizni qilayotganimizda hali ko'p beramiz buni. Xo'p, udaleniani qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda o'zi udalить qilib beradi kerak emas narsalarni, o'shaning uchun ishlatiladi. Darissovka degani bu hozir videolarda ishlamaydi, fotolarda ishlaydi. Bitta foto olib darissovat qilish uchun ishlatsanglar bo'ladi. Oxirigacha chizib beradi bitta rasmiylar. O'zi o'ylab topib. Mana hop, отслеживание глаз, автоматически распознать и корректировать направление взгляда. Qaranglar, bu narsa, bu funksiya ko'zni agar anaqadan olib qochgan bo'lsa, kameradan olib qochgan bo'lsa, avtomatik uni kameraga qaratib beradigan funksiyalardan bittasi. Mana bu korreksiya svet bu. Kechirasizlar, yomon shamollaganman. Xo'p, mana bu yerda mana bu narsalarni mana qo'ysanglar bo'ladi. Bu ham ko'pincha mana anaqada kerak bo'ladi bizga. Ko'proq shaxs o'ziga ishlatganimizda yoki joyi o'ziga ishlatganimizda kerak bo'ladi. Qanchalik uzoqlikda olganini ko'rsatib beryapti mana. Hop, tushiramiz bunga. Bular ishlatishcha ozgina muammoliroq bo'ladi. O'zingizga kerakini tanlab qolishingiz kerak bo'ladi. Bu yerdan uni, o'tdan buni qilib tushirib olasiz. Keyin gatov qilasiz. Keyin tushadi. Bu ko'pincha bunaqa videolarda emas, o'ta eksportli videolarda ko'proq bilinadi. Oxirigacha to'lganda yana ko'ramiz. Buni ham bu funksiyani ham ko'p ishlatamiz biz qachonki eksportli videolarimizda korreksiya svet ishlatmagan bo'lsak, освещение ishlatmagan bo'lsak, kerak bo'lsa, talab qilsa shu narsani qilib beramiz. Bu затемнение bilishinglar kerak. Bitta videoni qoraytirib beradi. Hop. Endi bu razmitiya ekran mana. Bitta ekranimizni razmit qilamiz mana. Смешать qilib yuborsak bo'ladi. Bu ham hozir anaqada ishlatib ko'ramiz. Mana ko'rdingizmi, bittacha anaqa tushib qoldi. Korreksiya svet tushib qoldi. Mana farqini ko'ring. Ko'ryapsizmi, ishlayapti. Orqada. Bu narsani olib tashlashimiz kerak emas bizga. Mana ko'rdingiz? Shunaqa payt bilinadi rosa ham. Затемнение ham bildik, razmitiya ekrani qilib ko'ramiz. Razmitiya ekranni ham ishlatib keyin o'key qilish kerak, keyin bu tushadi. Bu bizga nimaga kerak? Buni ham xuddi ana ikkita videoni kopiya qilib, oldiga orqaga qilib naложение qilib ishlatganimizda kerak bo'ladi. Hozir bitta qarab qo'yaman. Necha minut bo'lib ketdi ekan. Mana shu oxirisi mana sinxronizatsiya gub degani bor. Bunda nima yozsangiz o'shani aytib beradi, lekin hozir bu funksiyalar bizda zo'r ishlamaydi. Sozdать qilib ko'rish kerak. Mana ovoz tushmaydi. Xullas добавить audio qilib qilsangiz bo'ladi, lekin buni CapCutda ham hozir bilan ishlaydigan funksiyalar rosa ko'payib ketgan. Kreditlar bizda 1102 ta qolgan. Yo'q deyapti. Bu aytgancha o'zbek tilida ishlamaydi.
Переводчик video. Rosa ko'p funksiyalari bor, lekin o'zbek tilida ishlamaydi. Chunki rus tili, ingliz tili asosiy tili. Boshqa tillarda ishlaydi, tillari ko'p, no o'zbek tilimiz yo'q. Xullas, mana shu qismini polni o'tib berdim. Ko'ringlar, o'zingizlar ishlatib ko'ringlar, ichkariga kirib yana ham ko'proq ma'lumot olib ko'ringlar. Xudo xolasa keyingi darsda bu qismini tushuntirib beraman. Hammalarga kuninglar xayrli o'tsin. Bizani kuzatishda davom etinglar.